Assalomu alaykum. 21-aprel chorva ishqibozlari uchun ozgina yangilik va bu qiynalganlar bo'lsa bu yo'nalishda mana shu imkoniyatdan foydalanib ko'rsa bo'ladi. Ushbu qo'yimiz birinchi qoringa tug'di. Tug'ganiga 2 sutkadan o'tdi, 3-sutkasiga ketyapti. Shu 3 sutkalik qo'zi. Birinchi qorin tug'ib, odamdan juda qo'rqardi bu qo'yimiz. O'zini otardi, ukollarini qilganda ham, kirganda zo'rg'a ushardi. Tug'gandan keyin ham tug'ib turib o'zini urib, indan chiqib ketib, bolani qabul qilmadi. Stressda bo'lib, odamdan qo'rqib, yeliniga sut kelmadi. Tomchi keldi yeliniga sut. 2 tomchi shunaqa chiqardi sog'ganda. Keyin bunga sut keltiradigan ukoldan qilib, aptekalarda bor ekan u ukollarimiz, sut keltiradigan ukoldan qilib, keyin oyog'ini bolasini emdirmay taysallab turardi. Oyog'ini mana otga o'xshatib kisholab qo'yilgan. O'zi turadigan holatda qilib mana oldi oyog'i ham. Bolani tepardi, turtardi. Bolani emdirmasdi. Sut keltiradigan ertalab kechqurun qilinadi, bolasi qo'yiladi. Boylaganda oyog'ini bolasini olib turasizda, birinchi kuni o'zini ishonmay rosa otadi, rosa. Keyin o'zi o'rganib qoladi. Mana shunaqa oldi oyog'ini, orqa oyog'ini, arqon oyog'ini siqib qo'ymaydigan darajada chiroyli qilib kisholab qo'yiladi. Mana shu holatda birinchi qorin qo'yimiz sutga ham tushdi. Ukol qilib turilganiga 4 marta ukol qilindi. Ertalab kechqurun, ertalab kechqurun 2 sutka ukol qilindi. Mana shu holatda o'zi bolani ichlari kelib, birinchi kunlari sut ham qo'lda berildi bu qo'ziga. 10 gramcha ichirildi. Keyin o'zi emizilurdi ukol qilib, ichi ham keldi. Keyin ona sutga ham tushdi. Faqat oyog'ini boylagandan keyin o'ziga keldi. Mana bemalol bolani boqyapti endi. Qo'yda qiynalib, birinchi qorinda ancha o'zini qo'ydan hafsalasi pir bo'lganlar mana shu usulni qilsin. Qo'yni yanada sevib qolasizlar. Qo'y baraka. Bu chorvalarimizga hammamizga Alloh baraka bersin. Mana o'zidan ko'payib, qo'zilarni yaxshi nasldor qo'zilarga erishish nasib qilsin. Husoriga arashan qo'shilgan kolleksiya bular. Ota arashan, ona husori bularda. Qo'ylarni boqinglar, mehr beringlar. Qo'y yaxshi narsa, baraka bor qo'yda. Tavsiyalarga amal qilinglar ustozlarnikiga. Ustozlar ham ko'p yaxshi narsalarni aytishyapti. Jigar qurtlariga, tomog'ini bosganda yo'talishi, kelib chiqayotgan kasallikni oldi. O'shalarga amal qilinsa, Xudo xolisa chorvalarda hammamizda baraka bo'ladi. Sababi bizadan baraka, rizq nasiba Allohdan. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Bu video hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Yosh birinchi qoringa xurkovich qo'ylarni asolidan tushirish, qo'zilarni chiroyli tarbiyalash ona suti bilan.